bolajonlarim, har kuni kechqurun osmonga qaraganingizda nima chiqadi? Muqaddas Temirova hozirgi kunda tarbiyachi sifatida faoliyat yuritadi. 2000-yilda 18-maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishga kirganman. Shu yildan beri 2007-yilda shu muassasamiz 11-bog'chaga aylantirildi. Shu muassasada 26 yildan beri ishlab kelaman. Uning kasb tanlashida bolalarga bo'lgan mehr hamda onasining kasbiga qiziqish muhim omil bo'lgan. Meni bu sohaga kirishimda bolajonlarga bo'lgan mehrim tufayli bo'lgan. Bolajonlarni yaxshi ko'rganman. Eng birinchi ustozim onajonim bo'lganlar, onajonim ham ta'lim sohasida maktabda ishlaganlar. U mashg'ulotlarni zamonaviy usullar asosida tashkil etadi. Bolajonlarga asosan 5 ta markaz bo'yicha ishlaymiz. Ular bilan ko'proq urug'lar ekamiz, gullar ekamiz, mehnatga qiziqtiraman va o'yinlar orqali sujetli rolli o'yinlarda ularga yaxshilik va yomonliklarni, dunyodagi barcha o'zgarishlarni o'rgatib boraman. Matematika sohasiga ham qiziqtirib boraman. Bolajonlarni Ulug'bek bobomizday bo'lib tarbiyalanishlariga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Ota-onalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, tarbiya jarayoni uzviy davom etmoqda. Bu yondashuv bolalarning har tomonlama kamol topishiga zamin yaratmoqda. Bolajonlarimizga ta'lim berishda, odob axloq berishda onajonlar, otajonlar birinchi o'rinda o'rnak bo'ladi va qolaversa biz ustozlar ham o'rnak bo'lamiz. Chunki biz chiroyli suhbat qursak, bolajonlarga qattiq ovozda gapirmasak, so'roq savol qilishganda so'roqlariga to'g'ri javob bersak, bolajonlar bizdan o'rnak olib borishadi. Ko'proq ota-onalar ham aytishadi, ustozi sizga o'xshab chiroyli gapirishni o'rganishdi, tartibli bo'lishdi deb ko'p ota-onalarimiz rahmat aytib kelishadi. Muqaddas Temirova o'z faoliyatida erishgan natijalari bilan ajralib turadi. Eng katta yutuqlarimdan biri 2018-yilda Namangan davlat universitetiga o'qishga kirdim va 3 yil davomida biz prezidentimiz yordamlarida bizga o'qish imkoniyatini berganliklari tufayli o'sha 3 yil davomida o'z kasbim to'g'risida yana ham mukammalroq, chuqurroq o'rganib, oliy ma'lumotli bo'ldim. Va undan keyin juda ko'p sertifikatlarga, faxriy yorliqlarga, yutuqlarga erishdim. U yosh hamkasblarga tajriba va amaliy maslahatlari bilan ko'maklashib kelmoqda. Yosh tarbiyachilarga o'z kasbiga sadoqatli bo'lishni o'rgatib boraman va o'sha kasbni sevmasa, bu kasbda ishlab bo'lmaydi. Inson hayoti, uni bilimi juda ko'p narsalar yuklanadi. Uni mashaqqati ham bor. Shuning uchun o'z kasbida fidokorlikni maslahat beraman. U maktabgacha ta'limni bola kelajagini belgilovchi asosiy bosqich sifatida baholaydi. Bog'chada yurgan bola bilan yurmagan bolani farqi juda ham katta. Unda ta'lim dargohida olgan bilimlari bilan u bola o'zini ko'rsata bila oladi. Ta'lim olmagan bola esa umuman nutqi past bo'ladi. Muassasada yurgan bolalar esa erkin fikrlab, erkin gapirib, erkin o'yinlarni tashkil qila olishadi. Tarbiyalanuvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularning mustaqil fikrlashini shakllantirishga ustuvor ahamiyat beradi. Ta'lim sohasidagi sharoitlar hozir rosa ham yuqori darajaga chiqmoqda. Chunki biz oldingi bog'chalarimizda oddiy bolajonlarimiz uchun qo'l yuvish uchun ham sharoitlar yo'q edi. Hozirgi bog'chamizda hamma sharoitlar, o'yinchoqlar, mashg'ulotda o'tish uchun juda ham ko'p ko'rgazmalar, didaktik o'yinlar, juda ham katta sharoitlar yaratib berilgan. Oldin biz bog'chada ishlaganimizda o'zimiz qo'l ishimiz bilan yaratardik shu narsalarni. Uning mehnati, izlanishlari va qat'iyati yosh avlod tarbiyasida sezilarli natijalar berib, ta'lim sifatining oshishiga xizmat qilmoqda.